Assalomu alaykum qizlar, hammaga yaxshimisizlar? Charchamasdan yuribsizlarmi? Ishlaringiz yaxshimi? Mana va nihoyat bugun YouTube'im uchun obzor qilib bermoqchiman. YouTube'ni juda ham yaxshi ko'raman, bilmadim nimaga. YouTube boshqacha narsa deymanga, Telegram, Instagram ularga qaraganda. Shuning uchun va nihoyat mana YouTube'im uchun video obzor qilib bermoqchiman bugun. Xo'sh, nimadan boshlasak? Anchadan beri vaqtim bo'lmayapti, ozgina muammolar bilan yurib, narsalarimni ham obzor qilib bermayotgandim. Mana bugun bor narsalarimni obzor qilib beraman. Qizlar, mana shunaqa mini penkalardan bor. Bu 30 mg Dr. G'dan yaxshi tozalovchi penka. Narxi 50 ming so'm. Keyin qizlar ko'pchilik mini nabor so'raydi-da. Mini naborlardan bering, achilovchi mini nabor so'rashadi. Boshida ishlatib ko'rishga deb. Mana bu HC'dan mini naborcha. Ichida toner, emulsiyasi va kremi bo'ladi. Mana kremi 12 mg, toneri 30 mg. Emulsiyasi ham 30 mg. Eng yaxshi brendlar nimasidan chilaga ishlaydigan kremlaridan. Keyin qizlar, bu SPF'lardan bor. Bular hozir arzon narxlarda kelyapti oldingiga qaraganda. 50 mg. Ta'sirchan yuzlarga yaxshi tushadi. Ta'sirchan yuzlarga tarkibida nimasi bor? Yashil choy ekstrakti bor, lekin quruq yuzlarni quritib yuboradi degan emas, chunki yengilroq turadi yuzda. O'shaning uchun ham tinchlantiruvchi nimasi bor bo'lgani uchun ham yog' yuzlarga ko'proq tushadi deyishadi, lekin quruq yuzlar ham ishlasa bo'ladi. Bu o'shani nimasi? Tarkibi jichasi bo'lgan, sentelasi bo'lgan turi. Nariga yashil choylik edi. Keyin buni mana bunaqa ham bor edi. Shu quruq yuzlarga mana namlovchisi nima bo'ladi? Buni ko'proq namlab turadi yuzni. Nariga qaraganda, ularga qaraganda chuqurroq namlab beradi. Keyin ugrilarga mana bu tonerdan bor. Eng yaxshi toner, ta'sirchan, muammoli ugrili yuzlarga ham yaxshi tushadi shu toner. Keyin ajinlarga mana bu ko'z kremlaridan bor, CC kremlardan bor qizlar. Mana. Keyin qizlar, Axsi Swayna ko'z kremidan bor, serumidan. Mana tarkibida 5 ta peptid kompleksi bor. Keyin mana bular ham juda ham yaxshi ajinlarga. Keyin Umbuzinni 5 toneradan keldi. Har doim maqtayman. Va nihoyat keldi shu tonerdan. Anchadan beri kutayotgandim. Va nihoyat keldi. Ba'zida bo'lib qoladi, kerak vaqtda topib bo'lmaydi bu tonerni. Keyin bu Snow White kremidan bor, dog'larga qarshi. Keyin yana bitta mini nabor qizlar. Shu yana ajilovchi mini nabor so'raydigan qizlarga The First'dan Oxi brendi. The First brendidan shunaqa mini nabor. Bu ham juda ham yaxshi, ajinlarga ishlovchi, yoshartiruvchi mini nabor qizlar. Keyin mana bu SPF'dan ham bor. Qizlar, mana shu SPF'ni narigisini ham, bunisini ham уже patelkasi chiqibdi. Ehtiyot qilasizlar. Keyin bundan bor oqartiruvchi va Merikitni kremlaridan bor oqartirishga. Keyin Umbuzinni oqartiruvchi serumidan ham keldi. Bu ajinlarga ishlatgan krem. Keyin qizlar, mana bunaqa gidrofil maslardan oldirdim, 100 mg. Bujetni 60 ming so'mga. Keyin qizlar, Xurum kollagenidan, ko'kidan ham bor, kalsiydan ham bor qizlar. Kalsiy bilasizlar. Effekt, endi biladiganlar biladi bu kalsiyning effekti qanaqa yaxshiligini. Bundan ham bor, qo'shonlardan bor. Har xil losyon, bu parfyumni
shampun va losyon, gel для dushlardan ham bor qizlar. Agar zakazlaringiz bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, Telegram gruppam silkasini qoldiraman video tagida. Albatta kirib savollaringiz bo'lsa yoki zakazlaringiz bo'lsa, bemalol yozsangizlar bo'ladi.